Salom do'stlar, mana bugun bitta videorolik taqladik. Telegramda o'yin o'ynab pul ishlash. Bu haqiqat ekan. Xuddi notcoin tangacha bosib pul ishladiku, shuncha ko'p odamlar. Xuddi shunga o'xshagan. Bunda faqat qiziqarli tanga bosib yigirib ketmaysizda, igra o'ynaysiz. Bu bot silkasini tashlab qo'yaman video ostiga. Mana o'yinga kiryapti. Grafikasi ham juda ham chiroyli tuzilgan. Ular odamni zeriktirmas ekanda. O'yinni boshlash uchun pastdagi ikkita boltachani bosish kerak ekan. Mana chizib ko'rsatdim-ku. Ko'p odamlar hozir o'ynayapti buni. Agar qiziqsangizlar, sizlar ham goh-gohida bekor qolganda igra o'ynag odam bo'lib o'ynasangizlar bo'lar ekan. Bunda siz olmoslar yig'asiz, olmoslarga kiyim sotib olasiz, kiyimlar sizga coinlar yig'ib beradi. Mana bu yerda depozit kirgizish, chiqarish hammasi bor. Agar qiziq bo'lsa, kommentariyaga pul chiqarishni videosini ham chiqaring deb yozsangizlar, pul chiqarib ham ko'rsatib beraman. Hozir sovuqda tashqarida video olganim uchun qo'lim boshqa tugmalarni bosib yuryapman, uzr. Bossga keldik. Boss bilan jang bo'lyapti. Juda ham qiziq ekan, sizlarga ham tavsiya qilib ko'raman. Bunda ham coinlar narxi kelajakda agar oshib ketadigan bo'lsa, yaxshigina sarmoya qilish mumkin. Har bir o'yinda oxirida boss bilan jangda olmoslar beriladi. Siz o'sha olmoslarni yig'ib borasiz. Mayda askarchalar bilan siz tanga yig'asiz.